Chunki unday bunday. Men mast bo'ldim yoki boshqa narsa. Odamlar shunday deysa kerak. Xo'sh. Bilmayman va kompaniya qanday fikrda bo'lishi menga qiziq emas. Men Jimis bilan bog'liq muammolar bormi? Qo'ysangizchi, menda aslida maqom bor. Lekin men to'satdan muammolarga duch keldim, lekin men berlar chatida. Ular menga mast holda efirga chiqmasligimni aytishdi, lekin men taslim bo'lmaydigan odamman. Agar hozir shunday uxlasam-chi, keyin kompaniya yana aqldan ozadi. Va nima? Men jonli efirda uxlay olaman. Muxlislar meni taniganda va ular suratga olishni so'rashadi. Men bunga qarshi emasman. Lekin bunga kompaniya ruxsat bermaydi. Men kompaniyadan ruxsat so'ramadim. Shunchaki efirga chiqdim. Ertaga kompaniya menga aloqaga chiqadi. Menga ruxsati yo'qmi? Menda maqom bor. Shunday emasmi?